Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan eski nomli challenge'imizning 73-kunidamiz. Yangi bir hikoya ulashib o'tmoqchimiz. Kunlarda birda bir podshoh vaziriga savol beribdi. E'tiqod kuchlimi yoki-da ta'limmi deb. Shunda vaziri ta'limdan e'tiqod kuchlidir deb javob beribdi. Podshoh jarchiga jar soldirib, butun hayvon o'rgatuvchilarini huzurimga yig'di. Shunda hayvon o'rgatuvchilari kelibdi. Podshoh ularning eng mohirini tanlab olib savol berdi. Bir mushukni debdi, qancha vaqtda ikki oyoqda yurib, patnisda choy tashisa bo'ladigan qilsa bo'ladi desa, 6 oy eplasa bo'ladi deb javob beribdi. Unga 6 oy mehnat beribdi, ya'ni hayvon o'rgatuvchisiga. Oradan 6 oy o'tgandan keyin u kelar paytga podshoh saroydagi ayonlarni yig'ib kutib turishadi. Hayvon o'rgatuvchisi shunda mushuk bilan kirib ketdi. Mushuk ikki oyoqda patnisda saroydagi mehmonlarga choy tarqatish boshladi. Podshoh vaziriga hali ham o'z fikringdamisan debdi. Qara debdi, bu mushukni ko'r. 6 oyda shuncha narsani o'rgandi. Yana jindek harakat qilsa, boshqa narsalarni ham uddalaydi bu debdi. Mushuk vazirning oldiga kelibdi. Shunda endi choy olishga shaylanayotgan vazir cho'ntagida bir maxsus tayyorlangan sichqon bo'ladi. Avvaldan tayyorlab qo'ygan. Shunda olib turib qo'yib yuborsa, patni ustiga urg'itib otib sichqonni qo'lab ketadi. Shunda aytadiki, podshohga qarab, podshohim dedi, ta'lim e'tiqoddan ustun bo'la olmaydi. E'tiqod ta'limdan ustundir. Ma'lum bir sharoitda, ma'lum bir maqsad uchun tarbiyalanganlar kun kelib vatanni ham sotishi mumkin. Ammo qalbida e'tiqodi bor inson, ishonchli inson hech qachon do'stiga, vataniga xiyonat qilmaydi, ishonchiga xiyonat qilmaydi degan ekan. O'ylaymanki, hammamiz bu yerda ibrat oladigan jihatlari bor. Albatta, ta'lim tarbiya kerak, buni inkor qilayotganimiz yo'qmiz. Ammo e'tiqod, ishonch bilan ta'lim tarbiya yonma-yon kelganda, birinchi o'rinda e'tiqod hamda ishonch bo'ladi. Ta'lim tarbiya esa ikkinchi o'ringa o'tib qoladi. Chunki e'tiqodni ishonchli o'rgatib bo'lmaydi. U Alloh taolo tomonidan insonning qalbiga solinadi. Muhabbatni o'rgatib bo'lmaydi. Sevishni, yaxshi ko'rishni, sadoqatli bo'lishni o'rgatib bo'lmaydi. Shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.